Moskvada Setviy marketlar bilan Optim, Food Cityda ish qiladiganlar, oziq-ovqat, nooziq-ovqat mahsulotlari bilan shug'ullanadiganlar, akalar, opalar yoki Walbers Azonda ish qiladiganlar, kelinglar bir to'planib ko'rishamiz. Men Crocs Halldaman, Biskayga kelganman. Ertaga soat 11 ga Crocs Hallda, bu joyda hamma biladi, Moskvada mashhur bo'lib ketdi-yu o'zi. Birinchi zalda O'zbekiston pavilyoni bor. Shu joyda suvlar pavilyoni bor. O'sha yerda soat 11 da ko'rishaylik. Maqsadim O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz bor. Meni o'zimni, masalan, bolalar tagligi, kapsula parashok ishlab chiqarganman. Suv mahsulotlari, har xil oziq-ovqat mahsulotlarim bor. Maqsadim shu Rossiya bozorlariga sotish. Kelinglar, tayyor egalariga berib, olib kelib beraman sizlarga, sizlar sotasizlar. Biz bu uchun qilingan, sizlar qilgan mehnatlaring bor. Shu mehnatlaring qadrlangan holatda sizlarga olib kelib beray, o'zlaringiz sotinglar. Kelinglar, balkim fikr almashamiz, tanishamiz, yana nima ishlar qilsak bo'ladi. Kimni vaqti bo'lsa kutib qolaman, bundan xursand bo'laman. Bemalol qanaqangi masala bo'lsa Moskvadaman, Crocs Hall ertaga soat 11 da. Mana shu joy. Expo ko'rgazmasi. Bugun har ertaga kechgacha chetdaman. Rahmat.